Demak, keyingisidan davom ettiramiz akalar. Ona bola mental. Bola onadan tetik desam ishonasizmi akalar? Mana bolaga bitta baho berasiz akalar. Bitta yurgizing. Sifat har tomon e'tibor qilasizlar akalar bolasiga. Xullas akalar, mentalni idealdan qidirgan aka ukalarimiz uchun mentalni ideali. Demak, bugun akalar 24-avgust 2026-yil. Buxoro arzonchisi Mizrobjon va Ashur akani mini fermalaridan. Oy, hozir shuni gara urmoqchi, emmasa $100 qaytasiz deb aytdim. Endi jonivor. Molla akalar oyoqlariga, ko'rinishiga e'tibor qilasizlar. Bolani o'zi Akmal 400 kilo chiqadimi bolani o'zi? Ziyodmi 400 kilodan? Yashang. Bola em turibdi akalar 400 kilodan ziyod. Onaga bitta baho berasizlar. Bo'ylari 1 metr 45 sm akalar. Yelin narxlari 6 sm. Kanallarga e'tibor qilasizlar. Bolani uyolmay yemishiga bitta baho bering akalar. Mizrobjon, nechinchi qorin molimiz? Molimiz 3-qorin tug'gan aka. 4-qoringa limuzin urug' qo'yilgan aka. O'zimiz sotuvdik, qaytib o'zimiz oldik aka. 25 kun oldin Suhrob akamizdan oldik aka. Oho, Suhrobjonga ketdi. Galasiyoga. Yaxshigina pul kerak ekan, sotdilar. Xo'p, aka zotga ishlayman degan aka ukalarimizga toza avstriyskiy simental. Отдельно ham sotiladimi? Отдельно sotilmaydi. Ona bola olganmiz, ona bola sotamiz. Отдельноga bolasiga akajon, hozir Shamshodjon akamizni o'zi 45 million so'mga aka xaridor. 45 million so'm bolani o'ziga xaridor. Bolani aka O'zbekiston chempioni aka. Bunaqasi bitta torting Akmaljon. Lachagini ko'ring, yerga tegyapti. Mana aka sifat. Sifati zo'rini olaman deydigan sigirni ashta sutga beriladi. Akajon 20 litr sutiga, pisanchisiga beraman, 20 litr sut bermasa, shundoq qaytarishadi aka, molni ham, pulni ham qaytarib olamiz. Beramiz. Qalinligiga e'tibor qo'ying. 400 kilodan tepa akalar bolani o'zi. Molni aka bitta yoshligini ko'rsatib o'taymi? Ona chempion aka, ona shunaqa bola bergan ekan, shunaqa hozir ham aka tagida yuribdi aka bolasi. Shunday. Mana bolasi aka 7 oylik. Tarbiyaga e'tibor qo'ying, sut kelishiga e'tibor qo'ying. Ana bu aka ikkinchisi, ana bu 3. Ana bu 4-chi aka. 4 yildan ishlaydi. Hozir onasini aka tagidan bog'lab ketiryapmiz. Xo'p. Necha pul qo'yib beramiz, Mizrob? Akajon narxi aka 110 million so'm kami bor. 110 million so'm kami bor aka. Necha pul kami? 100 million 5 million. O'sha ona bolani yetaklanglar o'sha yoqqa. Hayda. Mizrob bitta narx qo'yib bering. Bu Instagram ko'p ham tortishib talashib o'tirib bo'lmaydi. Bitta narx qo'yib berib ketaversin. Bitta video ko'rsatay. Mana. Ana, onasini tagida yurgan mol aka. Mizrob necha pul qo'yib beramiz? Akajon bitta narsa. Bitta narx ayting, yuboring tamom. U yoq emas, bu yoq emas, 100 million emas aka. Bola Abdellaga aka 45 million so'm bo'ldimi? Onani ham 45 million qo'yib beraman, olgan odam maza qilsin. 90 million so'm bo'lsa ketdi aka. Aka 20 litr sutga limuzin urug' qo'yilgan, bolasi akajon 7 oylik.